Assalamu alaykum, grammatik dersimiz hoş geldinglar. Bugün 5. ders verb word, fe'llarni öğrenip ötimiz. Yani biz aldığımız 4 qıtımlıq derslerde isimlarning köplik şeklini yasaş, isimlarni aldığı keldigan artikul, andan isimlarning kichiltirilgan şeklini yasaş deb isimga dair biraqur qisqacha olsun tushunchaga ega bo'ldik. Endi fe'l bugundan boshlab taxminan bir 6-7 ders muşu məxsus fe'llarninki zamanları, her xil zaman şekilleri, fe'llarni türləş, hazırki zaman, ötken zaman, pütken zaman, kelgüs zaman degендek muşu uçurlar toğrusu boldu. Bu hem grammatikininki en təsirli qismi hem en mühim qismi. Cümlenin bir mühim tərkibi bolğan fe'l. Şunu bugündən başlap inşallah muşunu başıldık hamda. Fe'l degan, yani verb word, yani gollandchadami verb degan xizmat, word degan so'z, yani xizmat so'zi, harakat so'zi degandek, yani odam va narsalarninki ish harakatini bildirgan so'z turkumi fe'l deb ataldi. Ish harakat degan vaqtda shu yeyish, uxlash, mingish, harakat qilish degandek mushta bir qo'l putlarimizda har xil harakatlar bilan bo'ladigan bizning her xil hareketini bildirgan söz türkümü. Fe'llar odatda cümlede asasen xabar bo'lib keldi. Ko'pincha hollarda 80-90% ahvolda cümleninki xabar bo'lib keldi. Uningdan boshqa yana cümlede ega to'ldiruvchi qatorliq boshqa bo'laklar bo'lib kelalaydi. Masalan, fe'llarga men hozir biz bugun kungacha o'rgangan lopen, mingish, werken, xizmat qilish, komen, kelmek, zaxin, bir narsani demek, Lausların anlaş, bixinnin başlamak, ayındığın ahırlaştırmak, biz müşkengice müşta fe'llarni öğrendik. Yani fe'llarning cümlede her xil cümle bölekleri bulup keldiğanlığı misal, mesela lesen degan o'qish, asli bu bir fe'l, bu sözning asli türkümü fe'lga tabi. Ma cümlede mesela lesen is good for the hersenen, yani o'qish men uchun yaxshi deb ma cümlede hazır ega bo'lib kelyapti. Ik hou van boeken lezen. Men kitap o'qishni yaxshi ko'rmayman desak, miyada o'qishni deb to'ldiruvchi bo'lib kelyapti. En ik lees elke dag voor de kinderen. Men her kuni bolalarga kitap o'qib beraman desak, miyada jumlaninki xabari bo'lib kelyapti. Mushunda 3 jumla misol berdim. Mushunda masalan o'xshash bir fe'l jumlaninki har xil bo'ligi bo'lib kelyapti. En fe'llar har xil turlarga bo'lindi. Yani fe'llar odatda golland tilining grammatikasida jumlada 2-chi o'rinda keldi. Ko'pincha ahvollarda. Masalan, bizning grammatikamizda fe'llar odatda jumlaning oxirida keldi. Masalan, men Amsterdamda ishlayman desak, men ega Amsterdamda to'ldiruvchi ishlayman degan jumlaning xabari bo'lib, odatda oxirida keldi. Lekin golland tilida fe'llar odatda jumlada 80-90% ahvolda 2-chi o'rinda keladi. Faqat 10% ahvolda alohida bir jumla shakllarida boshqacha holatda keladigan. Ondan fe'llar jumlada grammatikalik shaxs vaqt ega, ya'ni shaxs vaqt jihatdan o'zgarsa, fe'lning shaklimi mos holda o'zgaradi. Biz buni mushta fe'lninki egaga asosan, eganinki shaxs shaklimiga asosan, yani birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs, vaqt cheklimasiga asosan, yani hozirgi zaman, o'tgan zaman, kelgusi zaman mushta o'zgarishini biz buni fe'lninki cheklimlik fe'l shakli deb ataymiz. Yani bu cheklimlik fe'l shakli faqat fe'llarninki jumlaninki faqat xabar bo'lgidan ko'rildi odatda. Ondan cümleninki zaman cheklimasiga, yani hozirgi zaman bo'lsa bir xil, o'tgan zaman bo'lsa bir xil. Ondan egininki shaxs va son jihati cheklimasiga asosan har xil shaklda o'zgaradi. Mesela men bir qancha misollar berdim. Ik heb een fiets, yani mening bir velosipedim bor. Miyadagi heb ik bo'lg'achqa mos holda birinchi shaxs birlik shakli ik heb deb kelyapti. Agar bizning burun bir mashinamiz bor edi desak, yani o'xshashlam bor degan fe'lni ishlatyapmiz. Lekin burun bizning ko'plik hem o'tgan zaman shaklida chiqmas holda vay hadin. Yani hebben degan fe'lninki o'tgan zaman ko'plik shakli hadin. Vay hadin früher in auto. Yani bizning burun bir mashinamiz bor edi. Yani misal
ik werk in Amsterdam. Yani men Amsterdam'da işleymen dep hazırki zamanda desek ik werk. Men işleymen birinci şahs hazırki zaman. Men burun işleyendim degen bolsak o çağda ik werkte. Yani werkte degen werken degen fe'lninki ötken zaman şekli. Ik werk vroeger in Utrecht. Yani men burun Utrecht işleyendim dep. Yani kısıkçası fe'llar şunda igininki şahıs ve san cihetdeki çeklimsiga hem zaman çeklimsiga uçuraydı. Ondan normalde baş cümlede yani cümleler adette baş cümle, bakındı cümle dep her xil türlerge bölündü. Bunu cümle kısmını sözlegen yani tepsil sözleyimiz. Hazırca qısqachalar bilib olsanglar bo'ldi. Yani baş cümlede fe'lninki çeklik şekli daim igi bilan birga keldi. Yani igining keyindilam yoki igining oldidilam, lekin cho'qim igi bilan birga keldi. Masalan, ik kom. Yani kom degan hozir fe'lninki çeklik şekli birinchi shaxs birlik şekli. Yani ikning keyindilam keladi. Ik kom uit Urumqi deb. And the les begint. Yani ders başlandı. Yani ders igisi begint, xabari başlandı. Keyindilam kelyotidi. En morgen ga ik naar Amsterdam. Ma miyada cümlenin igisi ik, lekin ba'zida ham cümlede morgen degandek mushta vaqtni bildiradigan ravishlarni cümlenin eng oldiga olsak bo'ldi. Bunda ahvol ostida iga xabarining keyindan keldi. Shu miyada morgen ga ik naar Amsterdam. Yoki ik ga morgen naar Amsterdam desek bo'ldi. Ondan boya dedim, adetli fe'llar cümlede xabar bo'lib kelganda har doim ikkinchi o'rinda keldi debchi. Shunga morgen ik ha desek bo'lmaydi-chu. Agar biz morgenni boshqa elib desek, uning keyindan ikkinchi o'rinda cho'qim xabar kelishi kerak. Morgen ga ik naar Amsterdam. En ik heb deb, yani ikning keyindan, igining keyindan darhallam kelyotidi. Ondan biqindi cümlede bayağı keltirganimiz baş cümledeki misal. Endi biqindi cümle de fe'lning çeklik şekli daim cümlenin ahirida keladi. Yani biqindi cümle degan vaqtda biqindi bağlag'uvchilarning yordami bilan kelgan cümlelerini o'z ichiga oladi. Bunda biqindi bağlag'uvchilar ikki bosh cümleni bir-biriga bog'lab keldi-chu. Masalan, misal Hij wil eten. Yani onun tamak yegisi var. Omdat hij honger heeft. Aslında iki cümleci. Onun tamak yegisi var. Hij heeft honger. Onun qo'sqi açtı deb. Lekin biz bu iki cümleni hazır birleştirip, onun qo'sqi açqa tamak yegisi var deb bir cümle qilgan vaqtimizda, hij wil eten degan bosh cümle bo'ladi. Ama umdat degan biqindi bağlag'uchi, mushu biqindi bağlag'uchining keyindan kelgan cümle biqindi cümle bo'ladi. Bunda ahvol aslida biqindi cümlening xabari eng keyini keldi-chu. Biz hozir miyada umdatni ishlatganligimiz uchun umdat hay honger heeft deb heftni eng keyiniga ilyapmiz cümlening xabarini-chu. Bunun grammatikasidan maxsus ayrim so'zlaymiz biqindi bağlag'uchilarni so'zlaganda, lekin sizlar hozircha muşta cümlelerinin baş cümle, biqindi cümle deb şekil olganligini, muşta biqindi cümledeki halatda cümlenin xabarının en keyiniga keldiganligini bilib olsanglar bo'ldi. İkinci bir misal. De vrouw zegt dat zij medicijnen slikt. Yani de vrouw zegt u ayol dedi, nim dedi. Zij medicijnen onu özünün doğru işlediganligini. U ayol dedi, u doğru işledikken. Asli iki cümle. Lekin biz bunu birleştirip bu ayol özünün doğru işlediganligini aytdi degan dat deganimiz shu. Aş biqindi bağlag'uchi. Bunun keyinidagi cümle biqindi cümle şu cümlenin xabari bo'lgan silikkin, yani bir narsani yutish normalde doğrularga keldi, müşta eng oxirida kelyotidi. Yani biqindi cümlede fe'lninki cheklik şekli doim cümlenin oxirida keldi. Anda Golland tilida ba'zida cümlede ikki dona fe'l oldu. Bu ikki dona fe'l shekli ko'pincha shu zamonlardan putgan zaman shaklida keladi. Hem ba'zi tus yordamchi fe'llarning shaklida. Masalan, mana ik heb thee gedronken. Ma cümledeki xabar heb bilan gedronken. Yani gedronken degan asli drinken, ichish degan ma'noda.
drinkinninki pütken zaman şekli xidronkin. İşte pütken zaman şeklide daim mas halda yeni bir pil birgi kildicu. Bunu biz pütken zaman şeklini sözleyen diyen tepsili sözleyimiz. Şuna hazırca bazı cümlede işte iki pilinin bolduğanlıqlarını bilvasanlar boldu. Mesela ma cümle diyene heb jij mijn telefon gezien? Yani zin asli şekli pilninki gezien pütken zaman şekli. Siz benim telefonumu gördünüz mü? Ama ik wil in afspraak maken. Ben bir görüşüm almak istedim yani cümleninki. Ma cümledeki pil haberler will bilen maken. Şu will degan pilning sababidan miyada maken degan pil yen bir ixtim kelyapti. Çünkü ikki xabari var. Yani pilning şekilleri. Pillar xuddi ismlarga o'xshash, işte qoidalik ism, qoidasiz ism deb o'rgangan tuqib, pillarning qoidalik pil, qoidasiz pil deb işte bo'lindi. Qoidalik pillarninki turlashninki ma'lum bir qoidasi bo'ldi. Shu qoidaga tushib ham turlayalaymiz-chu. Lekin qoidasiz pillar u qoidaga tushmaydi. Shunga qoidasiz pillarni ham yodlab o'rganishimiz muhim. Hem isimlarga o'xshashlar munda isimlar qoidalik ism, munda isimlar qoidasiz ism deb ayrig'ilmagandek pillarnimi munda isimlar qoidalik, munda pillar qoidalik pil, munda pillar qoidasiz pil deb ayrig'ilib bo'lmaydi-chu. Qoidalik pillarninki o'tgan zaman, putgan zaman shakllariga buni sizlar hozir men ko'rgandek t, din, tin mushta so'zlarni qo'shish orqali yasaymiz. Buni yana maxsus pillarni turlagan vaqtda tafsil o'rganib o'tamiz. Lekin qoidasiz pillarni bu harflarni qo'shib yasag'ili bo'lmaydi-chu. Endi mush pillarni turlashda biz bugundan boshlab pillarni turlashni o'rganamiz. Bugun dastlabki bir boshlang'ich qilamiz pillarni turlashga. Endi pilni turlashda sizlar cho'qim bilish tegishlik ikki atalg'uni bugun o'rganib o'tamiz-chu. Bu ikki atalg'u infinitiv. Yani infinitiv. Shu gollandchani maktabda xil o'qib baqqanlar, balkim muallimlardan anglagan bo'lishinglar mumkin. Shu golland tili grammatikasida bular latincha atalishi bilan normal gollandcha atalishni tang apmang'idu-chu. Ko'pincha ulardan latincha atalishni qo'llandi. Yani infinitiv degan asli shu heyliverik word yani pilninki to'liq yoki ko'plik shakli degan gap. Infinitiv degan bu latincha atalg'u. Mush ikkilisini bilishinglar kerak-ku. Yani mush infinitivdan, yani pilninki to'liq yoki ko'plik shaklidan biz stam degan tomir, yildiz degan ma'noda pilninki tomirini yasab chiqamiz-chu. Yani infinitiv shu pilninki ko'plik shakli, yani uchinchi shaxs ko'p, birinchi shaxs ko'plikda qo'llanadigan shu vay, yuli degan shakllari shu. Masalan, lopen, werken, luisteren, beginnen, beëindigen, komen. Muşlarning hammasi pilninki to'liq ko'plik infinitiv shakli. Ondan stam, yani pilning tomiri şu odatda pilninki birinchi shaxs hozirgi zaman shaklini biz pilning tomiri deymiz-chu. Pilning yildizi tomiri. Masalan, ik loop. Yani lopen degan pilninki stam, loop. Werken degan pilning stam, werk. Ik werk. Endi buni yasash qoidasi pilning to'liq shaklidan endi ilvetken vaqtimizda qolib qolgan qismi stam bo'ladi. Masalan, werken degan pildan endi ilvatsak qolib qolgani werk. Shunga werken degan pilninki stam, yani birinchi shaxs hozirgi zaman birlik shakli werk. Shunga ik werk deymiz. Yani xeyfen degan pilningmi endi ilvatsak qolib qolgan qismi miyada xeyf, lekin buni sal turib turliganda so'zlayman, lekin buning stam shakli xeyf bo'ldi-chu. Xon deganning endi ilvatsak qolib qolgan qismi xa. Miyada ma'ni xato aytibman. Xon asli nimaga kirmaydi? Qoidasiz pil-chu, shun buning shakli boshqacharoq. Lopen endi ilvatsak qolgan qismi loop. Endi nimishqa miyada
asl lop bilan bo'ladi, ikki o bo'lib qoldi, miyadagi fey nimish f bo'lib qoldi. Buni hozir keyingi nimada so'zlaymiz. Endi fe'lning tomirini turlash qoidasida 5 qoidani o'rganib o'tamiz bugun. Birinchisi, ba'zi ahvollarda fe'lning tomiri o'zgarmaydi. Yani o'zgarmaydi deganim, boya bir formulani deb o'tdim-ku. Yani infinitivdan fe'lning to'liq shakldan anni ilvasak, qolgan qismi fe'lningki stam yiltizi tomiri bo'ladi. Shu birinchi shaxs birlik shakli bo'ldi debchi. Ba'zi ahvollarda shu qoidaga dalma-dal tushadi. Masalan, fitsin bütün köpük şekli. Bundan enni ilvesek qolgan qismi fits. Yani velosiped minish. Ik fits. Men velosiped minimen. Verken. Verek. Hangen. Bir narsani asmak. Tamga asmak. Resim asmak degandek. Ik hang. Düven. İşittirmek. Ondan enni ilvesek qolgan qismi dü. Ik dü. Yani bazı ahvallarda muş fe'lning tomiri şu fe'lninki köpük şekilden enni ilvesek, işip qalgan qismi nim bolsa, şu fe'lning tomiri boludu. Bu birinci qoida. İkinci qoida, ba'zi fe'llarda uzun sozuq tavush shaklini saqlab qilish uchun tomirini turlagan vaqtda sozuq tavush harfi qo'sh yozildi. Ya'ni lopen. Bu lopenni sizlar talaffuz qilgandimi biz gerçi bu yerda lopen. Bu lopen ikki dona bo'g'imdan tuzilgan-ku. Lopen. Ondan lo birinchi bo'g'imi lo ochiq bo'g'im. Ochiq bo'g'im bilan oyoqlashgan bo'g'imlar odatda uzun so'zuq tavush shaklida talaffuz qilindi. Masalan, lopenni biz lopen deb o'qimaymiz. Balki o'qigandimi lopen. Gerçi bu yerda birlam o bo'lsa-mu, lekin amaliyotda bu uzun so'zuq tavush bor-ku miyada. O'qigandim shuni lopen deb. Oni sal uzunroq talaffuz qilib o'qiymiz. Bu azaldan mushta ochiq bo'g'im, uzun so'zuq tavush holatda bo'lg'achqa, biz buningki tomirni yasagan vaqtda so'zuq tavush harfini o'chaqda to'liq yozamiz. Shunga lob. Vay lopen biz mangamiz. Ik lob. Men mangaman. Slapen. Bunu o'xshashlar endi masalan mening talaffuz qilganimni qarasanglar bo'ldi. Slapen, yani slapen deb emas, balki slapen deb ani uzun holat talaffuz qilyapman-ku. Shun buni anni ilayotgan vaqtimizda bu biz o'qigan vaqtim asli bu slapen. Sla birinchi bo'g'imi, ya'ni a bilan oyoqlashda so'zuq tavush bilan asli bu uzun so'zuq tavush. Shunga buning tomirini yasagan vaqtda slap. Shunga ikki a yozamiz. Eiten. Bu o'xshash. Shu o'qigandim eiten. Eiten emas eiten. Eit. Hyren. Hyren. Shunga buning tomirimi hyr. Uzun so'zuq tavush shaklda praten. Prat. Leren. Ler deb mushta yozishimizga sabab mushuchu. Asli bu fe'llar ko'plik shaklda gerçi bir so'zuq tavush tushib qolsa-mu, lekin bu asli uzun so'zuq tavush bo'lmaydi-ku. Uchinchi qoida, oxirgi bo'g'imida fe'llarningki fe harfi bo'lsa f ga, s harfi bo'lsa z ga ojizlashadi. Biz buni ismlarningki ko'plik shaklini yasagandan o'rgangandik. Esinglarda bo'lsa, masalan, het house uy, uning ko'pligi the housen, s z ga ojizlashgan deydi. The brief, xat, the briefen, xat deb f ga ojizlashgan deydi. Yani muşuna o'xshash fe'llardimi, yani tomirni turlagan vaqtda mush qoidani yana qo'llanamiz. Yana masalan, xeyfen ma'nosi bermak, xeyfen. Lekin buningki tomiri miyadagi fey f ga ojizlashib xeyf. Ik xeyf. Blazen, blas. Yani blazen, blas. Miyadagi z yani eski aylandı. Dürfen, dürf. Verhuizen, verhuis. Geloven, geloof. Yani e'tiqod qilish, geloven e'tiqod qilish degan ma'noda. Agar bu qoida hozir sizlarga ta'sirroq tuyulib qolgan bo'lsa-mu, bek hech qisi yo'q.
balkim qayta anglasanglar, lekin hiç olmaganda misollarni ko'rapmi, hamiyada da ajizishibdi, da o'zgaribdi deb tushunib olsanglarmi bo'ldi. Ondan 4-qoida Golland tili grammatikasida bir so'zning oxiri hargizmi qo'sh uzuk tovush bilan oxirlashmaydi. Buni birinchi soatlik darsda degandik harflarda. Shunga agarda biz bir fe'lninki işte stamni turlagan vaqtimizda, tomini turlagan vaqtimizda agar qo'sh uzuk tovushdan oxirlashib qolib qolsa, u chaqda bir uzuk tovush tushib qoladi. Masalan, bakken. Bakken degan bir narsani duxapga o'choqda pishirishni bakken deymiz-ku. Buni qoida bo'yicha anni ilib etsak, qolib qolgan qismi bak, b-a-k-k. Lekin Gollandchada bir söz unda ikki dona uzuk tovushdan oyoqlashmaydi. Shunga miyadagi bir uzuk tovush k tushib qilib bak, ik bak. Klappen, chavak chammaq. Anni ilib etdik infinitivdan. Yani hele verek ortadan. Qolib qolgan qismi klap, ikki dona p. Bunda o'zi bo'lmaydi. Shun bir p qolib qoldi, klap. Rennen, yugurmak. Yani o'xshashlam. İki n qolib qoldi. Nni ilib etsak, qo'sh uzuk tovush bo'lmaydi. Bir nni tushirib qolamiz. Shun ik ren. Missen. Yani bir narsani sig'inmoq, bir narsani yo'qitib qo'ymoq degan ma'nosida keldi. Miss bir s tushib qoladi. Ik mis. Yani 4-qoida mushu. Endi 5-qoida, eng oxirgi qoida Golland tili grammatikasida ba'zi so'zlar ustida mushta qo'sh chekit bilan keldi-ku. Qo'sh chekit bilan kelgan ba'zi so'zlar bor. Mushu qo'sh chekit bilan kelgan fe'llarninki biz stamni, tomirni turlagan vaqtimizda ash qo'sh chekit tushib qoladi-ku. Masalan, rüziyin degan urushmoq degan ma'noda. Normalda rüziyinni mushta ko'plik shaklda yozganda mushta doim qo'sh chekit bilan yozamiz-ku. Lekin biz hozir buning stamni turlab chiqilay deb nni ilib etsak, rüzey qolib qoldi, lekin buningdagi ning ustidagi chekitni ik shaklda ishlatganda ik rüzey desak, u qo'sh chekitni yozmaymiz. O'xshashlam skiyin, yani chang'i teyilmoq. Buningdimi eng oxiridagi en tushib qoladi. Sleyin, bu ham chani teyilmoq. Sley ning ustidagi qo'sh chekitni yozmaymiz. Bunda fe'llar bek oson uchraydi-ku. Bunda ustiga qo'sh chekit qo'yilgan bunda fe'llar. Shunga hozir buni faqat qoidasini bilib olsanglar, Alloh shukr, bu fe'llar bek osonda, shunga bek ansirab ketmasanglar bo'ldi, miyada qarab sal ta'sir tuyulmasin demoqchi-ku. Qisqasi, bugun so'zlaydigan grammatik qismimiz shu. Shu bugungi darsdan sizlarga cho'qim yodda bo'lib ketishi kerak bo'lgan nuqta fe'lninki infinitivning nimaligini bilish, infinitivni arish, ondan stamni, yani infinitivdan nni ilib etsak stam kelib chiqadiganligini, lekin bu stamningmi mushta 5 xil turlash qoidasi borligini bilib olishinglar muhimchu. Bu qoidani biz bundan keyin fe'llarni turlagan vaqtda har xil fe'llarni o'rganib, har xil turlash orqali bu qoida sizlarga tixmi pishib qolib ketadi. Bugun endi rasmiy bir boshlanish qildik-ku, o'sha fe'l qismiga. Grammatik qismimiz mushunchalik.